Qayerda turasiz? Ota-onangiz bormi? Akamdan boshqa hech kimim yo'q. Shunga o'zim kelgandim. Men qizingizni baxtli qilaman. Sen baxtli qilasanmi? O'zingchi meni qizimni o'zingga teng ko'rdingmi? Nimang bilan baxtli qilmoqchisan? Bitta qizimni sendaqa yetim vachchaga beramanmi? Iqtidoringizga tan berdim. Olib chiqishingizga ko'zim yetganda, o'shanda siz haqingizda biroz noto'g'ri o'ylagan ekanman. Endi agar iloji bo'lsa, albatta siz qarshi bo'lmasangiz, biz o'sha loyihani muddatdan oldin topshirishingizga ukamana yordam beramiz. Keyin Jamilaxonni hali uzatganim yo'q. Tushunarli. Rahmat. Birinchidan, esingizda bo'lsa oldingizga borganimda sen deb murojaat qilgan edingiz. Hali ham sen deb gapirishingiz mumkin.